Xudojon, to'ylar muborak bo'lsin. Yoshlarimiz baxtli bo'lsin. Ko'rpalarni qo'ydik yanga. Men bir mehmonlardan xabar olib kelay. Mayli. Endi konturga ham chiqmasa kerak a? Ha, mayli. Yoshlar vaqti bitsa bo'lsin. Shunaqa. Assalomu alaykum. To'ylar muborak bo'lsin. Tog'oralarni mana bu uyga olib kiringlar. Kelinglar, olib kiringlar qani. Dadajon, menga qo'g'irchoq olib bering. Albatta olib beraman qizim. Qanaqasini? Qiziga qo'ygan narsasini qarang. Bitta qizing bor, tuzukroq narsa qo'ysang bo'lmaydimi? Ha, qo'ying endi. Sharoitdan kelib chiqib qo'yganda. O'rgildim. Gapirsak g'iybat bo'ladi. Qanaqa joyga kuyov bo'lyapsan? Qanatayn uyni qara. Qanaqa millionerlar senga qizini bermoqchi edi? Nima qilay? Dadamning o'zlari ham yo'qchilikdan chiqqanlari uchun shu oila ma'qul bo'ldi. Uni ustiga qiz ham menga yoqdi. Menga qizni narsasi kerak emas. Bo'ldi qilinglar, qaynotang o'zi qarab turibdi. Qani, kuyov bolani chaqiringlar qani. Kelinni olib chiqsin. Assalomu alaykum. O'zim o'rgilay sizlardan. Baxtli bo'linglar. Ha, kelin poshshaning otalari, endi bir chiroyli qilib duo qilib qo'yasiz. Baxtli bo'linglar, qizim. Kuyovto'ra, sizlarga qarab havasim kelyapti. Bir-birlaringizga yarashib turibsizlar. Bir-birlaringizni yaxshi ko'rasizlar. Lekin hayot boshqachada. Hayotda har xil vaziyatlar bo'lishi mumkin. Yoningizda turgan qizni 10 yil kutganman. 10 yil Xudodan bizga farzand ber deb yalinib yolvorganman. Mana bugun uni sizga topshiryapman. Agar bir kun kelib mabodo qizim sizga yoqmay qolsa, uni bir tola sochiga ham zarar yetkazmay menga qaytarib bering. Chunki qizim hech kimga kerak bo'lmasa ham menga kerak. To'yda kamchilik bo'lgandir. Lekin halol ishlab topgan pulimni yig'ib shahar markazidan sizlarga 2 xonalik uyni niyat qilganman. Voy, uy sovg'a qildimi? 2 xonalik ekan, qarang-a. Baxtli bo'linglar, qizim. Qiz uzatmoq hayotning izmi. Tanim titrar, tan olgan sayin. Demak bir kun tashlab dadangni kelin bo'lib yetishing tayin.